Diqqat aholiga tezkor xabar. Bahor jaziramasi ortidan g'arbdan sovuq havo oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. 17-18 may kunlari tayyor turing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 17 may kuni shimolda, 18 may kuni respublikaning boshqa hududlarida havo harorati sezilarli pastlaydi. Respublikada bahor jaziramasidan so'ng +40 darajadan bir muddat 30-33 darajagacha pastlaydi. 17 va 18 may kunlari shimolda harorat 10 darajagacha pastlashi va uning ortidan kuchli shamol, chang bo'ronlar kelishi ma'lum qilindi.